Assalomu alaykum. Mana aslovchilar boshlashayotgan ekanlar, ko'rib qoldik-ku. Qo'llarim salomatmisizlar, yaxshimisizlar hamma? Nima gap aka? Tinchmisiz? Bormisiz? Hammalar salomatmisizlar, qadrdonlarim sizlarni sog'inib ketdik. Ovlarni boshladikmi, xudo xolasa? Yangi videolar qila olmayapmiz, o'g'liga bora olmayapmiz. Mana xudo xolasa Ramazonlarni, ro'zalarni eson-omonlikda tugatib oldik. Endi mana bu cheklovlardan keyin hozir hammaning xabari bor, baliq tutish mumkin emas degan bir holatlar bor. Qonunlarga rioya qilgan holatda cheklovlarni esa o'tkazib olamiz. Shu vaqtini o'tkazib olganimizdan keyin yangi videolarni olishga tayyor turibmiz. Xudo xolasa hozir o'g'ga bora olmayapman, lekin o'g jihozlarimni kamkostlari bor. Har yil yengilab turadigan kamkostlarim bor. To'ldirishga harakat qilamiz. Biz biladigan o'sha o'zgarishdagi Ribalov 24/7 do'koniga mana keldik. Marhamat, o'qishingiz mumkin bu do'konni ham. O'sha ko'pchilik biladigan o'zgarish Ribalov 24/7 do'kon. Shu yerdan hozir kamkostlarimiz bor. Kamkostlarni olamiz. Sizlarga ham shu do'konga kelishlarini tavsiya qilamiz. Qadrdonlar, Mashalloh, ko'rinishingiz yomon emas, chakki emas. Ko'z tegmasin. Allohga shukr, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim.